Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga o'rtadan ancha tavsiya bo'ldi. Ha, yangi pul avtomat sotib olayotganda yangi olayotganlarga yana nimalar qo'shib olish kerak bo'ladi? Mana pul avtomatda komplektda nimalar bo'ladi? Shularni aytib bermoqchiman. Bilmaganlarga foydasi bo'ladi, bilganlar bir tekshirib olamiz. Nima kam, nima kam, nima bor, nima yo'q. Mana pul avtomat apparatimiz. Pul avtomat apparatni sotib oldingiz. Buni o'zida nima bo'ladi korobkasida? Pul avtomatni o'zida mana bu narsa, mana bu massa. Massasi o'zida bo'ladi, zazemleniya deydi, massa o'zida bo'ladi. Yana nima bo'ladi? Yana buni garelkasi mana. Odatda manaqa garelka 15 lik garelka. Komplekt ichida bo'ladi. Deyarli hamma mana apparat qanaqasini olsangiz ham mana shunaqa eng haligi o'rtachasi, kichkinasi, hadovoy shu. Apparatni o'zidan mana shunaqa 15 lik kichkina garelka chiqadi. Garelkasi o'zi bo'ladi. Garelkasi o'zi bo'ladi. Keyin zazemleniya massasi bo'ladi. Buni ichiga o'zingiz keyin nima sotib olasiz? O'zingiz yana alohida kartoshka sim sotib olasiz. Sim alohida bo'ladi. Mana pochimliklar normal apparatlarda komplekti bilan bo'ladi. Bundan tashqari mana shlangi ham shlang. Hamma apparatlarda bo'lmaydi. Mana shlang, gazli shlang. Mana. Gaz uchun alohida shlang sotib olinadi. Mana bu narsa gazli rasxodini o'lchaydigan reduktor. Reduktorda eng oddiy prostoyi. Buni ratometrligini ishlatsangiz ham, shuni ishlatsangiz ham bir xil, faqat qanday o'lchash bilib olsangiz bo'ldi. Aynan shu ratometrligi yo bo'lmasam gazli muzlashini tushirib beradigan haligi podogrevateli bor, ichida shunaqasi borlar bor. Shundan olishingiz shart emas, mana shu ham bo'ladi. Reduktor albatta olasiz xullas. Doполнительно olinadigan narsa apparatga gazga shlang olinadi, reduktor olasiz. Gaz baloni agar bo'lsa damlatasiz ugl kislota yo bo'lmasam argon damlatib, argon bilan ugl kislotani smes ishlatsangiz bo'ladi. Argonni o'zi ishlanmaydi, pol avtomatda odatda ugl kislotani o'zi ishlanadi yoki smes ishlanadi. Balon olasiz, shlang olasiz, reduktor olasiz. Yana bitta narsa. Mana bu narsani davleniyani o'lchaydigan deydi. Ana tepadagi reduktorimiz gaz rasxodini necha litr ishlatishni o'lchab bersa, bu davleniyani o'lchab beradigan regulyator davleniya deydi. Davleniyani o'lchab beradigan bu narsani ham olsangiz, bu nima vazifa bajaradi desangiz, nastroyga qilayotgan paytingizda mana bu reduktorimiz gaz rasxodini qancha ishlatishi, necha litr ishlatishingizni aniqlab, o'shani moslab beradigan bo'lsa, nastroyga qilib bersa, bu narsa, mana bu narsa pistoletni bosganingizda gaz chiqadi-ku. Xuddi o'shandagi davleniyani, gazni davleniyasini mana shu davleniyani o'lchaydigan regulyator o'lchab beradi. Shuning uchun ba'zi apparatlarda ichida ham bo'lar ekan, yaponskiy apparatlarda bitta apparatda O'zbekistonda shuni oling desam, ichida bor ekan deb sotishdi dedi. Yaponskiy qimmat apparat ekan. Men o'zim ko'zim bilan ko'rmadim. Lekin biz mana odatda ko'p apparatlarda bu doполнительный qo'shimcha olinadi. Buni qo'shmasdan o'zini ulab ishlatsangiz ham bo'ladi, lekin bum bilan mana bu regulyator davleniya bilan ishlatsangiz bosimni ham yaxshi o'lchab, havoning chiqish, mana bosimini ham yaxshi o'lchab, gazni ham keyin ancha rasxod qilib ishlatsangiz bo'ladi. Busiz ham ishlaydi, lekin buni qilsangiz yana ham yaxshi. Keyin mana garelkani hozir unaqa apparatlar o'zimizda sotyaptimi yo'qmi bilmayman. Mana Euro razyomlik apparat olsangiz, mana bo'shaydiganini, mana garelkani bo'shab ne chiqadiganini Euro razyom deydi. Mana bo'shaydi. Qachon mana garelkangiz yomon bo'lib almashtiradigan bo'lganda, eskirgandan keyin buni yangi qo'yib ishlatsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam masalan qalinroq metal varid qilayotganda garelkani 10 mana unaqa 15 lik emas, 25 likda qo'yib turib, 1 lik sim qo'yib varid qilsangiz, garelka tez qizib ketmaydi, uzoqqa boradi. Shuning uchun mana shunaqa Euro razyomi bor. Euro razyomlik almashadigan, mana garelka almashadiganni Euro razyom deydi. Shunaqa apparat olsangiz yaxshi. Apparat olayotganda qo'shimcha olinadigan narsalar shu, mana bunga ahamiyat bersalaring yana yaxshi bo'ladi. Keyin mana bu katogina mis qoplamali katoy dedik. Mis qoplamali sim. Buni o'zingiz olasiz. Bundan tashqari xuddi shu apparatga parashkovoy sim qo'yib, mana buni chiqarib tashab, gazni uzib olib ishlatsangiz bo'ladi. Yana sim u parashkovoyni ham o'zingiz olib ishlatishingiz kerak bo'ladi.
olinadigan narsalar shular. Haligi qo'l avtomatga endi o'rganayotganlar shu narsalarni bilmayapti. Shu savol javoblar bo'ldi yaqinda, shuning uchun yangilarga foydasi tegsin degan maqsadda qo'l avtomat apparatiga doполнительно yana nimalar olish kerak degan narsani, qo'l avtomatga apparatdan tashqari yana doполнительно nimalar olish kerak degan narsani aytib o'tib ketay dedim. Bilmaganlarga, yangilarga foydasi tegadi degan umiddaman. Keyin yana bitta narsa, oddiy svarka apparatda jo'n maska ishlatsangiz bo'ladi. Jo'n maska ishlatsangiz bo'ladi. Sababi bu elektrodda ishlaysiz, elektrod uzoqdan uradi. Uni bunday yoqib olib turib ko'rib qilasiz. Qo'l avtomatda svarka qilganda bunday qilib pistolet mana o'zini garelkasi bo'ladi. Pistoletda moneta varid qilayotganingizda mana garelka har xil holatda svarka jarayonini to'sib qoladi. Buning uchun siz yaqinroq borishingiz kerak bo'ladi. Buni keyin noqulayroq. Keyin elektrodda bunday qilib turib uzoqdan mana bunday urib yaqib olib bunday varid qilsangiz o'zingiz ko'rib turasiz-da, uni elektrod tushib boradi xolos. Yonayotgan jarayonni ko'rib turasiz. Bu qo'l avtomat o'zini o'zi to'sib turadi bu. Shuning uchun bunaqa joyda ishlashga qulay bo'lishi uchun endi albatta oling demayman, lekin bir 90% ishni yengillashtirib beradi. Qo'l avtomatga iloji boricha hamilonni ishlagani yaxshi. Ishni tezlatish o'zi qo'l avtomat ishlatishdan maqsad ishni tezlatishmi, kачественный ko'proq ish qilishmi? Demak, shunga hamilon maska olsangiz yaxshi bo'ladi, ancha qulay bo'ladi. Yana bitta narsa, mana buni shlangda reduktorga ulash uchun albatta bunaqa xomut olish kerak bo'ladi. Bunaqa xomut olish kerak bo'ladi. Agar bitta apparatdan bitta balondan ikki kishi foydalanmoqchi bo'linsa, mana bunaqa spesialni ikkita tomonga chiqaveradigan nima bo'ladi? Переходник. Mana bu kelgan gaz manadan kelyapti, bunga ham ketyapti. Bunga 3 ta xomut bo'ladi, mana bunday ulab qatirib ishlatsa bo'ladi. Дополнительно narsalar shular. Agar ikkita apparatga olaman desangiz. Bitta apparatga bo'lsa shu shlang, xomut doполнительно kerak bo'ladigan narsa. Xuddi shunday asosiy narsalar shular ekan. Yana mana doполнительно qilib buni ham qo'shib ketaman. Hamilonni. Buni ham bo'lsa yaxshi. Endi mana nimani uchidagi mana pistoletimizning uchidagi saplo, garelka degan qismlari o'zi zapasi bir donadan zapasi bilan bo'ladi normal apparatlarda. Buni o'rgandan keyin sekin-sekin almashtirib, bu yana olib o'rganib olasiz. Asosiy komplektda kerak bo'ladigan narsalarni aytdim deb o'ylayman. Foydasi tekkan bo'lsa xursandman. Salomat bo'linglar. Kanalni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun yana harakatdaman. Rahmat.